Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Diqqatingizda Abduqodir Jaloliddinning Mavjudlik tashnaligi nomli kitobiga kirgizilgan asar Londondagi Uyg'ur bolalarining 2-bo'limi. She'r Londondagi Uyg'ur bolalari. Ilova. Angliyaga berib taxminan 2 oy o'tganda 7 och singil Seven Sisters metro bekti atrofidagi bir uyda bu she'rni yozib chiqdim. Kecha uyqum kelmadi. Londondagi qarindoshlarining turmush va psixikalik holati menda bosh og'iri yo'q xiyollarni qo'zg'aydi. Bu xiyollarni kallamdan neri qilishga shuncha o'rnib baqdim. Aksicha bargan sari adab ketgan xiyollar menga zadala aram bermedi. Chiroqni yoqdimda qo'limga qalam elib yozishga tavakkul qildim. Bu qitim nemishqidir meni qopiyalar oldiga selib, maddohlar adabiyotida uchraydigan ommabop til va qurilma o'zligidan maydonga kelib o'tdi. She'r o'z vaqtida menga qandaqdir bo'shinish aromini berib o'tdi. Shu taqlidda yozishni davomlashtirdim. 2,5 soat atrofida harakat qilib, qalamim to'xtab qolishni istedi. Menmi ma'qul bo'ldim. Tongga yaqin paytlarda bandalik rishtimni ilohiy muqomiga sunib bo'lib, qonig'icha uxlabdiman. She'r mening ruhiy balog'at qasroqlarim xotiramning burjikida turaverdi. Londondagi dishvarlarda andikkan o'z kishilarimizning she'r bilan nima ishi? Hatto o'zimmi shundaq misralarni putkunimni yodimdan chiqarib atgili tas qoldim. Vatanga qaytgandan keyin pishqan o'z kasbiga ixlosman muharrir Qurbon Mahmud aka o'qirmanlarimizga Angliya ta'sirotlaridan iltifotlaringiz yo'qmi deb so'rab qoldi. Shuning bilan birga do'stlarmi bundaq talablarni puritib turdi. O'zimmi shu orzuda bo'lsammi, shu vaqtning o'zida qalam zo'qiga mos fursatni topolmay rahatsiz o'tdim. Men Qurbon Mahmud akaning talabini o'rinlash hamda meni deraklab turadigan qadrlik o'qirmanlarimga salom berish yuzasidan xotiramda saqlanib turgan Londondagi Uyg'ur bolalari degan she'rni Xinjiang madaniyati jurnalining 2007-yil 6-sonida kichikgina ilova bilan e'lon qildim. Mazkur she'r e'lon qilinishi bilanla Uyg'urcha har qaysi to'r betida ko'chirib tarqatildi. Vatanning ichi teshidagi to'rdoshlar har xil inkoslarni bildirishdi. Ba'zilar Abduqodir apandi she'riyatning badiyligida qattiq chekinibdi desa, ba'zilar Abduqodir apandi o'zining she'riyat haykalini o'zi chiqibdi dedi. Xabar tepishimcha, Londondagi Uyg'urlar o'tkazgan 2008-yillik Yangi yil kechiligida bir qiz qarindishimiz mazkur she'rni ko'pchilik oldida deklamatsiya qilganda rozimanlik va norozilik inkoslari qoplabdi. Norozi bo'lganlar bizning Londondagi turmushimizni xunuk ko'rsatibdi demoqchi ekan. Hatto to'rda o'zim haqidagi haqoratlik so'zlarni uchratdim. Shu vaqtda London universitetidagi Edmund Walter apandi menga yozgan el-xatida farqli inkoslarga erishish yaxshi ish. Bu sizning kishilarni o'ylashga majbur qilganingizdan derak berdi deb yozgan ekan. O'zimga ayonki Londondagi qarindoshlar men uchun suyumlik, lekin turmush amaliyoti baribir ana shu. Men ularning chiroyidagi hasratni anglik bilan yepishga ojizman. Mayli qandoq bo'lmasin, Londondagi Uyg'ur bolalari degan bu she'r London haqidagi xotiramning udul yaldamisi. Uni unutib ketishga hargiz qiymayman. O'zimga ravo ko'rganni o'qirmanlarimga nemishqa ravo ko'rmay. O she'r mundaq edi. Qora hijron dardga qilib onalar, pul topaman deb chinqilib dadalar, kirib tushga vatandagi dalalar, seg'inishdan cho'ngaysimu yaralar, o'qiydigan Londondagi bolalar. Kelib
rasa o'qiy degan niyatga, kelay deb ham kelgusida kerakka, ilm panda qatnishay deb ko'rakka, ormonlari orom bermay yurakka, o'qiydi ekan Londondagi bolalar. Sürüştürsem sani 100'den aşarmış. Her tarafta, her şehirde yaşarmış. Yalğızlıkta piğanları taşarmış. Qattiqlikda hayat goya aşarmış. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. London degan bakmi yo'g'an shaharkan. Fursatkimu shunch to'lgan shaharkan. Har qadami pulga turgan shaharkan. Puli yo'qni yerga urgan shaharkan. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Xeynimlardek tartdi meni jilvisi. Tamtiratdi pulpazlikda heylisi. Toplanıptı adamlarning lo'lisi, dardman ekan kelgindining to'lisi. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Ziyoratchi olim degan ataqda, kelib yatdim katakchilik yataqda. Pulum yetmay qolamdim deb chataqda, g'am qaynaydi kalla degan qapaqda. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Bilganlari meni hurmat qilishdi. Bu so'g'amga ziyoratga kelishdi. Ba'zilari tuz ham taom berishdi. Qo'li yetmas himmatga tirishdi. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Bu shaharda kunni olmoq tas ekan. Bolalarning holi shunga pas ekan. Guldak chiroy 6 kunda xas ekan. Yashash degan bak murakkab dars ekan. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Bu jahonda dardi yo'qlar nada bor. Gap so'rasang hammasining dardi bor. Ba'zisining ba'zisidan arzi bor. Yuragida shalvarigan dazi bor. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Yigitlarmi quramiga yetibdi. Tanholikning mung'lariga petibdi. Kechalari xiyol surib yetibdi. Uyqulari nalargidir qechibdi. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Qarab baqsam, qizlarmi bak yosh ekan. Qosh ko'zlari chiroyli ekan, shosh ekan. Qilganlari bir-biriga pash ekan, shunga ba'zan ko'zlarida yosh ekan. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Qiz o'g'illar bir-birini yaratmay, bir-birini bo'sug'iga yo'latmay, o'g'il turib qiz balini unatmay, qizlarmi ham tamannoni g'ulatmay, o'qiydi ekan Londondagi bolalar. Pul topmasang o'qishlarga ne chora? Haq oldida bo'p qolasan bechora. Topshirmasang o'z vaqtida ijara. Taladasan sarsalliqda avara. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Ishlaganda qopdi o'qish bir yoqda. G'oyalarmi dastilibdi oyoqda. Men o'zimni topalayman na vaqtda. Kelajakka oxiri yo'q so'roqda. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. Guruh bo'lib har tarafga chechilib, ba'zi tutuq, ba'zilarda echilib, o'zidan bak boshqalarga echinib, ish chiqqanda qizg'inishda etilib, o'qiydi ekan Londondagi bolalar. O'qimasa kelajakka chora yo'q. O'qiy desa yonda oqcha pari yo'q. Xotin alay desa qiz bor, yori yo'q. Qizlarningmi bu ish bilan kori yo'q. O'qiydi ekan Londondagi bolalar. To'rga chiqib el xatlarni yo'llashib, yiroqdagi biri bilan mungdishib,
Təsəllide bir-birini qolluşub, ruhlansımı ağır yana soğuluşub, oquydiken Londondaki balalar. Musafirlik hemmimizni tasqaydı. Birer gün mu hayat külüp bakmaydı. Yat şehirde can qiynilib qaqşaydı. Şunda qilib beli boşni tavlaydı. Oquydiken Londondaki balalar. Köp işqimi yarab qaptı balalar. Bilimnimi yaxşı aptı balalar. Pulmu yığıb yurt qısaptı balalar. Jorisi yo'q qarab qaptı balalar. Oquydiken Londondaki balalar. Ecir qilsang kuyib birer armanda, muradingni topalaysan jahanda. Qalsımı ger çapqullarda, boranda, əpləşmsə yana yeni planda. Oquydiken Londondaki balalar. Deymen, ana vataningni unutma. Vatandaki yıldızını qurutma. Öz elinge asiylikni yolatma. Yürəkingdə muhabbetni sovutma. Oquydiken Londondaki balalar. 2006 dekabr, London. Mikrofon aldıda Nuriye Rahman. Kirishtirgan muzikini Dilfuruz Xani ishlagan. 2020 dekabr Janvada unga elinib tayyorlandi.